ikkinchi kishi kelolmasa uchinchi kishi keladi. Uchinchi kishi kelolmasa to'rtinchi kishi keladi. Aytaylik, birinchi kishi kelib, birinchi o'tirib oldi. Endi birinchi kishi bu yerga keladi. Yo'q, ikkinchi kishi shoshmaylar shogirdlar. Nechta raqam bor? 3 ta raqam bor. Shoshmaylar. Mana shu raqamlardan raqamlar takrorlanmaydigan 12 ta ikki xonali son tuzishimiz mumkin. Agar mana bunda yozishni davom etkazganimizda edi, jami nechta yozishimiz mumkin? Yana hozir murakkabni qo'shaman, qaranglar. Deylik 0, 2, 4, 6 va 8 raqamlaridan nechta raqamlari takrorlanmaydigan ikki xonali son tuzish mumkin degan. Ha? 20 bo'lishi mumkinmi? 46 bo'lishi mumkinmi? Mumkin. 68 mumkinmi? 86 mumkinmi? 0, 2 bo'lishi mumkinmi? Chunki birorta sonning oldida 0 raqami kela olmaydi. Shaxsan men 02 degan ikki xonali son eshitmaganman. Yoki 22 bo'lishi mumkinmi? Bitta raqam 2 marta kela olmaydi. Bitta raqam 1 marta kelishi kerak va 0 raqami birinchi qatorda kelmasligi kerak. Shundaymi? Nima qilamiz? Ikki xonali son degani uchun ikkita quti chizamizmi? Birinchi qutiga 0 kela oladimi? Yo'q, 0 kela olmaydi. Astajib. Necha kela oladi? 2 kela olmasa, 4 kela olmasa, shoshmaylar endi. 2 aytaylik o'tirib oldi jim. Endi 2 bu yerga kela oladi. Asta, nechta raqam? Agar mana bunda yozishni davom etkazganimda edi, javob 16 ta yozish mashaqqatda, to'g'rimi? Adashamiz. Ha, 16 ta u yerda tursin, deylik 160 mi chiqsa javobi. Ha? 160 ta yozishimiz kerak. Yozolmaymiz-ku, adashib ketamiz. Sizlar tugul men ham adashib ketaman. O'shaning uchun bu eng oson yo'l. Tushuntirib oldingmi? Yozib oling.